Assalomu alaykum va rahmatulloh. Keyingi mashinamiz Hyundai Grandeur Hybrid 2018 chiqarilgan yili. Mashinamiz narxi ham vasha zo'r narxda chiqdi. Sosteniyasi ham zo'r, svejik kelgan, rastomoshka bo'lgan, оформление bo'lmagan. Mashinamizning holatlari led faralarda, balon holati zo'r holatda. Komplektatsiyasiga kelsak, повторитель поворотники bor, бесключевой достуp bor. Salon holatlari vasha ideal состоянияda. Mashinamiz elektropaket, pamять sidenasi bor, sidena управление электрический, multirul, rul podогрев. Mashinamiz probegi 114 ming probegda, родной probegda. Abduf bor, sidena podогрев bor, monitori bor. Mana sizlarga podarka bonus panda. Salon holatlari vasha ideal sostoyaniyada, ikkita ключi bor. Kojinli salon, kojalari sitilmagan, yirtilmagan, zo'r holatda. Boshqa orqa holatlari podlokotnigi bor. Mashinamizga kelsak, mashinamiz tashqi ko'rinishi Grandeur 2.4 gibridda. Mashinamizda qiladigan ishi ozgina ishi bor. Mana bu miyatina. Hatto shunday minsa ham bo'ladi, qildirib minsa ham bo'ladi. Miyatina. Mashinamizning narxiga kelsak, rashid zo'r narxda 13,5 ming deyapmiz. Oz-moz kami bor.